Bugun Saudiya Arabistonida har xil millat vakillariga O'zbekistonda sevib iste'mol qilinadigan taomlardan birini yedirib ko'rdim. Ko'rib turganingizdek hammaga birdek yoqyapti. Xursand bo'lib ketishyapti. Hattoki mana bu aka ozgina yeb ketuvdilar, bir aylanib kelib, "Zo'r ekan, yana ber" deb keldilar. Gap o'zimizning gumma haqida ketyapti. Gumma ishonchli, yaxshi mahsulotlardan tayyorlangan bo'lsa, albatta hammaga yoqadi. Hammamiz bilgan Gumma xonimmi gummasi bunga yaqqol misol bo'la oladi. Sezib turganingizdek, Gumma xonim endi Madina shahrida ham ochildi. Shundoq Nabaviy masjidining 365-darvozasidan chiqib chapga yurasiz. Chamasi 100 metrdan keyin chap qo'lingizda Gumma xonim hamda non kabob keladi. To'g'risi zo'r bo'pti. O'zbek ziyoratchilarimizga ancha qulay. Non kabob ham, gummalar ham, xonim ham Toshkentda qanday bo'lsa bu yerda ham xuddi shunday. Yana burgerlar hamda somsalar ham qo'shishibdi. Joylari ham shinam, muzdekgina. Bu videoni Umra safariga otlangan yaqinlarga yuborib qo'ying. Ilohim ibodatlariga quvvat bo'lsin. Bu videoni ko'rib turgan har bitta obunachilarimga mana shu muqaddas joylarga kelish nasib qilsin.